qo'yadigan yo birini bildigan ish bo'lmagandan keyin bir ko'rishib o'zining Uni gapini qo'yadigan hech qanday anglab ishim yo'q. Shu hozirgi tushunamayapman. Biz unda bir burun unda pek tanışıp ketgan odam emas. Başqa men tanıydigan bir sınıfta o'qigan yo'qmisi, bir maktabda o'qigan odamlarmi bor shu sizlar ishlayotgan boshqarmada. Ular orqali telefon qilgan bo'lsam, ozroq bo'lsa-mu aldangan bo'lsam, bularni hozir tushunamadim nemishqa notanish bir odam yaxshilik qilgisi qoldi debchi. Yo'q, endi birinchisi endi gapni ochiq deysak, endi birinchisi sen bilan tanishib qilish, endi seni burundan taniyman, endi musiqalarni o'ynab bu qilgandan keyin endi men ma'vogan bir xil yingshang bor endi. Shuninglar qisming chiqqan zamonlar burun qarshi 17dagi musiqa o'ynab yurgan vaqtlar esim keladi. Anadan keyin men ko'rganda shu o'qiyotgan vaqtlarimizda biletdim endi. Endi bir yerda o'tirib tomoq yeyish bu qilmagan bilan. İkincisi hem de özümü ne çok diyak hem de şu dinlerler bile bu bilese hem de bu işlerini kıp baktığında hem de özümü bu işin tekniği yetti de oyuldum hem de. Bu ya ahırgı çıkıdığan iş emez. Hem de sen bu işini kılı bir yere berip kaldı. Hem de bu fakat bu hemmesi şu hem de benim oyluğunu ben doğru mu hatalığını bilmeyim hem de şu silahını şu siyasi uyanın bir peşkisi haklar şu paylanılan vakti da paylanıp olgan dekin şu beshini ishchiga tiqib o'tirdi deb hamda boshqalar olgan bo'lsa u mailda chatag'imi yo'q derasga. Unaqa boshqatirmasam bo'ldi. Endi bu ashta oyat deganda ashta o'rganamiz. Peshka olamdiq, bo'lmamdiq uni o'zimiz deyalaymiz-ku. Ya bir ishni o'zgartimiz, yo bo'lmasa bir natija chiqsin deb bir ishlarni qilganim yo'q. To'xtab tur, telefonga qoldi. Ma'qul. To'xtab tur. Telefonni qo'ydik. Nima deyotgandim? Ya shu bir ishning oxirini chiqarish shu biz faqat hayotimizni kechiryapmiz, rost bo'lgan ishlarni deyapmiz, beshimizga kelgan ishlarni deyapmiz, bu o'yin qo'yganimiz yo'q bu yerda. Bir ishni o'zgartiraylik deb baqqanimiz yo'q, ish qilib borishni deyapmiz. Yo'q, endi men qanday o'ylayman desam, endi hammani ko'rib bo'lding-ku, hamma qozondim bir aqir qaynab bo'ldi. Yo'q, ko'rganlarimcha. Yo'q, xili yomon emas ko'rdi deb o'ylayman jimo. Yo'q. Mo'ram xili kam. O'zim kichik o'g'im bilan. Ya endi demoqchi o'g'lim endi bu ishning oxiri chiqmaydi, endi boshqalarni to'g'ri tushunsak, endi boshqalar noma'lum oila sababli yo boshqa bir sababli endi mushta bir yo'llarga kirib qoldi. Oilami endi shunday yaxshi bir oila mana cho'nglardan tatib hammasi bir cho'ng jamoat sizlarmi. Endi meni o'zimga qolsa bir tugunish nima bo'lsa endi boshqalarga kirib qolmaydi, endi bu mirkamil endi ajab bir bu yo'lga kirib qolibdi deb burun tatib birim kallamdashda bir tugunish batdi endi. Abigandan qo'ysam bilan bir Imjenga bir yo'lga kirib qolibdi degan. Ashi gapning qaysi yo'lga kirib qoldi? Ya hisobtuma bizning davlatga qarshi ular endi bu faoliyatlarga chiqib degandek-ku endi. Bu ishlar ko'z yummasin demoqchiman. Ya bu ishlar ko'z yummasinmi emas, endi ba'zan narsalar qara u sizlar anglagandek unda emas, o'z ko'zinglar bilan ko'rmadinglar. Endi butun shu sharq davlatlarininki, yo g'arb davlatlarininki o tashviqoti qarablarni voy anda xo'pdi, manda xo'pdi deblamdilik hayajonga bir qipitadalik hayajonlanib ko'chaga chiqadigan yoshdimi o'tib ketdi-ku, shunami emasmi? Hadi va anladim. Yo'q, endi shu endi yo'q boshqa maqsadim yo'q, endi shu degan sen bilan bir paranglashib qandaroq endi sen qandaroq qaraysa bu ishlarga. Endi ikkimiz bir do'st bo'lib qoldigan bir ehtimollik bormi, yo'qmi? Do'stingning nim degan gap? Ya shu sen bilan akvallashib qara. Endi uydagilar bevosita sen bilan ko'rishib bu qilamagan bo'lsa, men bir o'tirliqda hamda ko'riklik rol o'ynab nima qilib qo'ysam bo'ladi. Yo'q, men shu haqlar bir xato tushunib oldim. Men hech qanday ko'riklik bir rasmni izlamadim. Ba'zilar yaxshi niyatda menga xabarlarni olib keldi, ularning hech qaysini so'rab boqmagan. Masalan, uchurimni uydagilarga yetkazib qo'ya oladigan ishim bo'lsa,
Dep qo'y, oramizda hech qanday xaplish yo'q. Bu faqat boshqa amalim yo'q. Bundan boshqa bedel to'layolmayman uydagilar bilan aloqani uzishdan boshqa. Qarasam sen meni xilif o'qidiganda qilsan 2018dan 2023gacha shu sen degandek yashagan. Egilib yashagan, bishini cho'kirib yashagan. Bo'lmagan ishlarni menga chopildi, qilmagan ishlarni menga chopildi. Jimiga mantinan pulini to'ldim. Yo'q. Sen degandek ishimni bir berib qoldi, unda egilib yashaydigan vaqtimga endi to'ydim men. İnsandek yashagan bor, ma erkin davlat o'zimcha. Bishimni ko'tarib yashagan bor. Hamda beshimni ko'tarib Haqiqat egildi sunmaydi. Hamda bu haqiqat sunmaydi deganim hamda qanday tushunsam bo'ldi desam hamda bu yerda u sen o'ylab ketgidek unda bir murakkab ahvollar yo'qchu. Men o'ylagan narsa emas u, men to'qvagan narsa emas. Abay da'vatsan sen g'aribning narsasi aqlay-shaqlaydi. O'sha yerda yetib chiqqan ayollar bilan men o'sha yerda ko'rishman, anglayman, bo'lgan ishlarni bilaman. Ha o Gulbar qara o Gulbar o so'zlayotdi qara u xotinni ishining nereden nerligini obdan bilamiz. U xotin ashundaq shu o'zi ssenariyadan birini yozib so'zlamasa qara u kildigan pul to'xtatdi. U narsani ham desam bu ishni qiliq nachillik qilib ko'rib, men demasam ba'zan ishlarni tushunsa. Hamda u ashdaq bir sahnaga chiqib, ashundaq bir artist bo'lmasa, u pullar nereden keladi? U kimni qanday boqadi? Artist emas, o ayolgan sodigar. Sodigarmi deyli? To'g'ri, sodigar, siyosiy sodigar. Nerede pul kes şu yerga berib shu, nerede pul jiqroq bermadi shu yerga berib. Yo, hozir urildi pulni versa ularni tillaydi, pul versa maqtaydi. Shundoq u. ya hozir bu gapning nega borganini bilib bo'ldim, tushunib bo'ldim. Endi boshqa, endi sen herkes xato tushunib qolmagan. Endi sen bilan shunday yaxshi o'tirib paranglashamiz. Qanday to'g'ri tushunmayman hozir, tushunmayapman. To'g'ri xatolikni emas hozir nima san nima foydasi bor shuni tushunib boqaychi boshdan. Yo'q, menga hech qanday foydasi yo'q. Menga hech qanday foydasi yo'q. Men faqat endi bir sen bilan paranglashib, endi bo'lsa ahvollashib tursak, endi bir gapimiz bor, endi mening u yerda aloqalarim unda bakmi jiq emas. Endi Fransiyada bir ag'ina omadsi voy batdi mening ag'inam degidek bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman shu. Boshqa hech qanday masala yo ani qilib bergin, mani qilib bergin deb u ishlar bilan mening munosabatim yo'q. U bilmoqchi bo'lgan ishlarimni bilgan bo'lsa, u sen orqali xumsami bo'ldi-ku, shunaqmi emasmi? Shu mening hech qanday doklad berishim rolim yo'q dedi. Herkes ben seni doklad vergen demedim, herkes hata tushunmagin. Eskimiz hem de belki hem de burun bunda aloqani bo'lib boqmagan bilamdim da, aloqanda o'tirib paranglashgan bo'ldi emasmi? Endi sening ham bir kallangda o'tmagan ishlar bo'lib qolsa, savollar bo'lib qolsa, so'rasam qani men bir javob bersam bo'ladi. Ya men u yerdagilar bilan paranglashib bo'lmayman, o'zimdan reallikdan jiroqdan meni. Nim to'g'ri paranglashalaymizlar yo g'arbni o'qimaysizlar? Men o'zim o'sha tug'ilgan bo'lsam, yana o'qimaydi ekanman hozir. 20 yil yashagan bo'lsam. Shuni tushunmadim, maqsadni tushunmadim. Ondan bu parangning nega borganligini ko'zim yetmadi hamda qilib. Mening nima rolim bor, sening nima roling bor, hech qaysi aniq emas. Yo'q, endi masalan endi mening sana bo'lgan bir xillik rolim bo'lib qolsa, endi men orqali endi qandayroq bir ishlarni qilib bersa deb o'ylaysanmi? Sen orqali nima ish qilib bersa? Ha. Masalan, rolim bo'lib qolsa, demakchi, endi sen mendan foydalanadigan bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, endi men orqali shu qaysi bir ishlarni qilsam deb o'ylaysan. Uydagilarga deb qo'y, meni unutib ketsin. Ishlar bir balsi bo'lganligini unutib ketsin. Deb qo'y, men mumkin qoldim. Undaq ichimda qanjiqlaydigan vaqtlar o'tib ketdi.
Yo'q, endi men nimni o'ylayman desang, qara, Amerika bilan gaping tatib etilib qoldi endi. Endi bu hayotdagi odamga bir qitim keldi degina. Shunami? Ha. Endi bu cho'nglarning yeshimi, yashnab qopti, dadashmi 80-chi kiribdi. Endi meni o'ylaydigan nima? Endi men bir o'g'il va endi mening ota-onam bor, mening oilam bor. Endi men o'ylayman bu hayotdagi odamga inson degan bir qitim kelgandan keyin o'sha hayotida bu vaqtda o'zining eng yaxshi ko'radigan, eng qadrlaydigan odamlarni bo'lsa eng oxirgi qitim ko'rib olsa endi balki men nima maqsad bunday gaplarni qildim, endi ya men tanimag'ach qilishdaroq gap atamsa tushunmadim, lekin endi men o'zimning ko'z qarashini ham, desat o'zimning ko'ngilda o'ylaganlarimni sana da'vatim. Bo'lsa mush hayotchilikda bir cho'nglarni bir o'zining bag'riga besib bir quchoqlab olib, atogin hozir va hayot endi umrni uzun qilsin. Atogin navad endi be ketib qolgan vaqtda bizning yeshimiz cho'nglaydi, atogin 50 kirimiz, 60 kirimiz. Bizim shu yosh kirgan vaqtda bundoq keynimiz qarab qolsak bir ayliqi İçimiz eğitilgançılar bo'lib qolmasin, pushaymonimiz bo'lib qolmasin deb o'ylaymiz. Hamda inson hayot deganda mishda o'timiz va ota-onamizdan boshqa yana bizning nimamiz bor deysa. Ya bu gaplarni men o'ylab bo'lgan, u masalan sen demasan bu gaplar kallamdan kechib bo'lgan, o'ylab bo'lgan. Men inson o'yliqi shundoq bir asosiy gaplar-ku shu insonning og'zidan chiqadigan shunday oddiy ishlar. Ashtimi quruq qolgan odamlarga endi sen gap kalımızdan ötküzüp boğan hazır bo'ldi deb bütün aloqani uzgan odamga u gapni desang oqmaydi. Yo'q, nima maqsad unda qilsa demakchi o'g'am shu kallamda o'tmagan yer shu. Endi nima ish qildik bunchilik endi uydagilarni tinib qilgidek endi nima ish ta'sir qilgan bo'lg'iydi deb uydagilarni tanladim men. Endi ya aloqalashma endi bir inson degandan qarab onasining, dadasining bir ovozini og'ilib Ya sen hozir qutqazuvchidek gap qilsan, amaliyot bizning ayada mendan olamagan o'chinglarni shu uydagilarga bisim ishlatsalar shu. Ya qara, men uydagilarim bilan men ko'rishib boqmadim. Men u beri sizlarning bir balonglar ekan, to'g'ri bu men unda ishni qilmayman. Mening unda uslubim unda emas. Men o'g'avalligim uchun, men 14 o'g'avalligim uchun, 14 putaganligim uchun bir o'g'avaldek shu markamlar bir paranglashib boqaychi, qani ishkilarimiz o'g'avalgan ekan. Gapini anglab boqay. Deb urushimsa herkes unda o uydagilarga bisim qilib, bu haqlar bo'lgan bo'lsa, uni men bilmadim. Lekin men hozirgacha uydagilar bilan ko'rishib, bu balonglar ekan, qanda qilibdi, munda qilibdi degan gapni men hozirgacha menda qilib boqmadim. Unda qilgan ishim bo'lsa, men oldin qilay ya 2024 ya 2023 yil men sen bilan ko'rishib bo'ldim telefonda. Onun üstüne ben senden kütüdüğün ümidim mi? Senin bana bir nemi kıtbersin deydiğin onda ümidim yok. Nima onda ümidim? Ya ümidim fakat hem de birincisi ma uydagilarning bir nimasini sana yetkazib qo'yaydi de men ko'ngilga ketibdi. Hem çünkü men bir inson da mening oilam bor. Hem de ma dadashninki ahvoli qarab, qarasga yaqsam ishim shunda bir xil bo'lib qoldi-ku. Şu abay men degandek shu yana cho'klab kelsak meni gunohkor his qilg'izish maqsadinglar shunaqa. Ya seni gunohkor qilish emas, qara sen xato tushunib qolding. Men faqat shu uydagilarningki sening yaxshi turayotganingni, baxtli turmush kechirayotganingni men shu elektr balki menda ishkimizdan so'kib gap hamda ma'vo nimni qo'yib telefonni qo'yayotgandan keyin uydagilarga yaxshi turibdi, xotirjam bo'linglar. Ansirmanglar. Adab qo'ymay shu xolos tugidi. Fakat sen bilan paranglashning orasida ham men dedim o'ylab shu kallamda o'tmaydigan bir yer bor endi shunchalik bir munalar bir bola hamda nim bo'lib hamda shunchalar bir bo'lib qolgandi deb hamda o'zimning bir ko'ngilda chigilishib qolgan tugunishni sana bir deb qo'ydim xolos. Hamda meni herkes bir xil dushmandek ko'rib meni xato tushunmagan. Meni bir xil hozir bakshi guanfang holatda undam o'ylamagan, men faqat bir odatga bir bola, meni bildigan, burun men muzika o'ynayotgan vaqtimda bir xil men qiziquvchi birisi telefon qildi deb o'ylasam, ko'rsam bo'ldi meni. Pintoza desam ish kutib qoldi. Pintoza bo'lish u darajaga yetmagan, lekin ham shu vaqtlarda muzikalarni o'ynab, u mezgillarda ham deyliqi ma yangi davrning muzikalari bu moda bo'layotgan vaqtlar bo'lgan ekan, ham bir qiziqa to'xtamdi.
Shu gapim shu O'zim hamda o'zimdan uydagilarga yetkazib boshlamaqchi qo'yadigan bu gapim gaplarni bo'lsa shu qilib abay degan gap shu. Meni kalsidan chiqaribsan, undan boshqa amal yo'q. bir keyniga yenish fursati qat'iy yo'q degina. Bu ishni men chiqargan emas, o'zinglardan ash tarafdan kelgan ishlar hammasi. Masalan, qaysi ishlarni deysa, Mush qalaymi qanchiliqlar? Men kelgan to'kmatlar, men to'xtamay kelgan besimlar. endi mening bilishimda u birasi shu masalan qaysi bilsam qaysi to'kmatlar masalan meni yemagan mantining pulini to'lab turdim g'obaydan. Masalan sen masalan U ishlar jiq, adam to'naydigansan, adam bilan paranglasan bo'ldi u jihatda. yo'q, endi adam bilan bunda ko'rishib bu paranglashqidek emas. Men jiroqdagi adam bilan paranglasha olgan odam yaqin shu bir shaharda turib paranglashamamsan? yo'q, endi otaydan bir kichik ishda bir voy bu fikringiz nima ish qilgan deb sizga bu desam endi Kichik ish ma, unda o'zim boshqa turmsan bo'ldi ekan-ku. endi bu ishni deb otaydan izlab berib xuddi voy iningiz nima ish qilgan deyishning o'rni yo'q deb o'ylayman-ku. Endi bilsem degandan men o'zim hayron qoldim-ku, endi bu qanday bilsem, endi to'kmatlar dedan qaysi to'kmatlar? Shu to'kmatlarni so'rsang bo'ldi, shu kichik ishlar emas, shu mendan so'rgan narsim pivosi so'raydigan odam badim qo'ysan. Unda bo'lsa, masalan, to'kmat deb qaragan bo'lsang, shu to'kmatlarni ishkimiz hal qilyapmiz bilan. Men bir ag'ayning suptida masalan bilan ag'ayni bo'lay. Ham yaratib qolsang meni. Shu bir xato bo'lib qolgan ishlarni ishkimiz bir 10 saqmın demisizmi? Ayol olmaydi. Yo'q, hal olmag'idek bu hozir jonda hal olmag'idek ish yo'q-ku. Jiq, hal olmagan ishlar. Yo'q, men hal qilay bo'ldi, chataq yo'q bunda men o'g'avla. Meydam ko'ray. Men hal qilay bo'ldi. Qanday ish olsam de. Qısaq bulduğu bu işlarga biz özümüz urinmay turib hal olmaydi desek bu xato'gu. Işlarni bir tang hal qilsak bo'ladi. Men tarafdan hal qilgan ishlar bo'lsa chataq yo'q, men o'zim yugurib yurib bo'ldi. Qilsam bo'ladi ishlarni. Gap ini xo'kasin, men u yerdagi do'stlarim, tuqqanlarim, uydagilarim bilan aloqalashmayotgan odam hozir kimligingni uqmay turib sen bilan aloqalash shu rasmiy aql sig'maydigan ish. Yo'q, sen iniq demagan bo'lsang, maqsadingni tushundim. Menimcha ahmaydi bu. Men qanday ideyaviy xizmat ishlasam, qanday yumshoq gap qilsam, gaplarim shunday yaxshi ekan, chiroyli ekan, tatli ekan. Ahmaydi. O'zim dedim-ku, ishing biriga berib qoldi deb. Burunqi yoshda bo'lgan bo'lsa, endi eqib qilish mumkin-te. Hozir unda cho'ntaklab tushmayman. Abay san degandek egilib yashab, o'zimni butun Uyg'urdan jiroqda atib yuribmi, butun shu to'kmatlar chaplandi. Shu o'zanlashtirib chiqarib qo'ydinglar endi hisobdan. Bundan boshqa yo'l qolmadi. Bir so'rni so'rsam bo'lamdi senden. Masalan, mush to'kmat, abaytdan sen degandek mush to'kmat bu bisimlarning hammasini yo'q qilib, mishaga bir qaytib kelib uydagilar bilan bir ko'rishish, ashta bir planingda bormi, yo'qmi? Yo'q. Qaytqinmi kelmaydi. Endi o'zining kindiqini to'kilgan hamda to'g'ri, lekin o'zingizdan reallikdan jiroqda. Men hozir borsam bu yerda o'zimning yurtidagi his qilmayman. Aşınçolar derecede varmışsa. Daha sonra muhabbet degen narsa qilib suzishibdi da hamsa. Endi men qanday qo'yildim desam, burun qishlar bo'ldi, salovat. Endi varaqlasak bo'layverdi emasmi? Varaqlab hamma ishlarni bir yangidan boshlab sen bir yangicha bir holatda nim qilamdi deb o'ylagandim.
Alo? Ha, anladım. Hmm. Telefonda. Endi shu Ajdag'roq bir o'yildim, endi bu ishimiz bir o'rtaq kuch chiqarib, burun qishlar o'tib ketgan bog'liqmi bo'ldi-ku endi o'zim dedim. Endi shu hisobda yangidan bir varaqlabchi endi. Ya men Qalam o'zimizdan qo'lda olgandan keyin shu oq qog'ozga o'zimiz bir qaytadan yozib boqamdik deyman-ku. ha o'zim yoza olayman. Ya shu o'zing yozsam, Hem yozyapman. Rahmat ko'ngil bo'lganingga beshim kelgan ish o'zimga kelgan ish o'zim amal qila olmayman. Seni ham bugun tunji qitim paranglashim neni yaqin do'stlarim bor, ularmi unda chat kerib ketmaydi chunki reallikqa oqmaydigan ishda u. Birisiga maslahat berish, haqni terisi yashmay turib. Parangiz mishadi tugusin bugun o'zim olmish bati qilayotgan. Bo'ldi. Shu yetkazgan gap bo'lsa, abayga gapni yetkazib qo'yasan. Bo'ldi. Menga hech qanaqa gap oqmaydi. Umidinglarni uzib yetinglar. Bo'ldi. Unda bo'lsa hamda unda bir akvallashib, salomlashib tursak bo'lamdi ya. Ha, fursat Sen bo'lsa, buna qaraysan. mening vaqtim chiqsa men gap qilaman bo'lmasa. Bo'ldi. Hamda bu gaplarni menmo ikkinchi sana qilmayman, uydagilarning gapini qilmayman. Hamda bir bana sabab bilan hamda bir tanishib qoldik emasmi? Men o'zim tanishib berdim. Hamda bir akvallashib qandaroq bu deb salomlashib o'tib tursak demakchi. Qani ko'ramiz. Men odatda undaq biga olsam telefonga javob bera olaman bo'lmasa. Bo'ldi. O'zingning vaqtga qarab, hamda men gap qoldirib qo'ymay, vaqting chiqqan chaqda hamda xo'shaqsa gap qaytarib qo'yasiz. Bo'lmay qolsa, mayli, men to'g'ri tushunmabsan, aldirash olgandan keyin. Bo'ldi, chataq yo'q. Alo? Ha. Ya, gapni anglayapman. Endi shu o'zing bo'ldi unda bo'lsa, men bir qani akvallashib turamiz, yet bayramlarda akvallashib turamiz. Sen qani bir gap qilib turasiz. Qanday? Ma'qul. Bo'ldi, salomat bo'lgin hamsa. Ma'qul, rahmat. Ma'qul, juma. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh.